Hammaga salom, sizlar bilan men yana Redlord do'stlar. Bugungi videomizda biz Akrombek do'stim bilan zombi apokalipsis olamiz. Mana bizda ozroq yaxshiroq bo'lmasa ham normal quroqlarimiz bor o'zimizni himoyalashga. Mana yerda zombilar. Shu zombilar lekin yomon ezvorishdi. Bir ko'chaga ham chiqib bo'lmaydi. Bitta hayvon ham yo'q, qorni ochib ketgan. Mana nima narsa ekan? Shetdan paydo bo'lishyapti zombilar qani. Yerda bir sindirib bo'lmasmikan? Xo'sh, mayli kiyolamiz, mana sindirib bo'lmasmikan? Xo'sh. Mana bir sindirib ko'raylikchi. Yo'q, bo'lmadi. Xo'sh. Bitta juda ko'p bo'lib ketdi zombilar. Ba'zilarda qurollar bor, ba'zilarda esa narsalar. Xo'sh, mana kirkalari bor, boshqasilar bor. Bularda. Mana bir ot. Böyle. Ye, ot. Aha, endi berdim. Yaxshi. Bu yerda ham otam, shu bittagilar, bittasi ham tirik qolmasligi kerak. Mana bu yerdagisi ham. Bu hozir. Ye. Jon kam qoldi. Deyolmayman, lekin normal jon ochdi. O'qam normali bor. Okay. Xo'sh, bittagilarda ham bular ham va boshqalari. Lekin nima buncha bular? Voy, yo'q. Mana shu zombilar ham qiynalib o'ldirib tashlayapti. Jonga tegdi borku. Bir normal qurollarni topa olmaymiz o'zi. Hatto bir temirli bronamiz ham yo'qda, qattiq bir terli o'ziroq bo'ladigan kiyimlarda. Qurollar ham hatto bir pistoletlar. Akrombekda Glock, menda revolver, lekin oddiysi emas, oltinli. Ya shunchaga bo'yab bo'lgandim. Xo'sh, bu bunaqa respawn qilib bo'ldi. Ana endi bor narsalarni olish kerak. Xo'sh, ana bittagi musullar men narslarim hozir olaman-da, bularni hozir tashlayman. Xo'sh, qani narslarim? Yomay to'lyaptimi? Ashitda o'ldim, menimcha to'g'rimi? Yo'q, bitta yo'q-ku. Ye. Bo'ldi hozir. Akrombek ekan narslarim. Okey. Xo'sh, qarang, mana uni qarang. Oting day. Bo'ldi, yaxshi. Ana endi bizlar nima qilsak bo'ladi? Mayda yaxshi o'qlarim va old qurolini topish kerak edi. Mana shu yerda yotgan bir. Sekin. Mana ekan qurol, yaxshi. Yaxshi. Birinchisi minus 2 bitta. Xo'sh, avtomatik o'qlashga qo'ysak, birinchisi, ikkinchisi, xo'sh, uchinchi hozir. Xo'sh, uchinchisi, to'rtinchisi, yana bitta. Beshinchisi, xo'sh, oltinchisi, yettinchisi va boshqalar. Okey. Xo'sh, orqadan bo'ldi. Minus. Xo'sh, bular вообще kuchli-yu. Mayli. Xo'sh, bu yerda qaraylikchi. Yaxshi, maytdagilar ham
Ancha kamayib qopti, yaxshi. Xo'sh, ana endi bittagilar ham, lekin zombilar hali mutatsiyaga uchramagan. Hali mutatsiyaga uchrashi uchun yana bir 10 kunlar bor. Bugun esa atigi 3-kun. O'tishyapti zombilar. Okey. Qani davay. Ovqat yeb olmasak jon to'ymayapti. Okey. Xo'sh. Ana endi bitta narsalar yaxshimi? Bitta bo'ldi. Aha, ketdik. Bularni barchasini yo'q qilaman. Xo'sh. Bittagilar ham, bittagisi ham voy la'natda, anetdagi zombilar ko'rsaringda. Juda ko'p. La'natda, chaqmoqlarim chaqayotibdi. Xo'sh, ol, bitta bitta o'ldiraman. Yaxki. Bitta kelaring. Bitta. Oy, bo'ldi. Aha, da, ye. Qatdan o'chyapti. Xo'sh. Yo'q, hali bitta. Xo'sh. Yo'q ekan. Xo'sh, mana bu yerda ko'rakchi. Mana ot. 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 Buncha ko'p bular. Voy, ot. O'ldir. Ay, uxlash kerak. Yaxshi qurol kerak. Yaxshi. Voy, Xo'sh, mana bu yerdagilarni ham o'ldirish kerak. Xo'sh, mana bu yerdagilar ham voy, Akromni o'ldirib qo'yishdi. Yo'q, hozir. Xo'sh, bulardan bo'lsak, mana Akrombek ham kelib oldi, mana sizlarni ham olib berdik. Xo'sh, bittagilarni ham hammasini o'ldirish kerak. Zombilar yonimizda juda ko'p bo'lib ketishdi. Bu esa yomon, chunki zombilar qanchalik ko'p bo'lsa, yana ko'proq zombilar paydo bo'ladi va ular boshqalarni yana olib keladi va biz tashqariga chiqa olmaymiz va ovqat ham topa olmaymiz. Bizdan bunaqa chirigan go'sht bo'lsa yeb turibmiz, chunki xo'sh, bittagilardan o'ldirish kerak. Boya nima aytgandim? Chunki bizga ovqat kerak, chirigan go'shtlarni yeb turibmiz. Hayvonlar birikta bor, paydo bo'lsa, omadini kelib qo'yib. Hozirgi ovqatlarimiz ham bir oylik ovqatimiz, do'stlar. Bir atiga 12 ta go'sht. Lekin ancha kam. Yana bu yerda zombilar paydo bo'lyapti. Yana kasallik ovqatlarga ham yo'qib qolish deyishyapti, radiodan aytishyapti. Shunaqa gaplar. Xo'sh. Ichkarida ham zombilar bor ekan. Sol qoldi. Tishlashga o'zini qoldi, mayli. Betdagilarni ham o'tsak, betdagilarni ham betdagi bo'ldi. Menimcha tugadi. Xo'sh, bo'ldi. Bosh kiyimni o'rniga yangiroqni yaxshi sinmagani va ishtonga ham yaxshi ishtonda bo'ldi. Qolganlar sinib yotibdi. Bo'pti. Xo'sh, mana bu yerdagi mayli bazaga qaytsak ham bo'ladi. Hozirroq bu yerda ko'raylikchi. Xo'sh, okey, zombilar yo'q. Bo'pti, bazaga qaytamiz. Xo'sh, okey. Ovqatlar ham bor, hozirroq oldik. Liftdan temirlarni olsak. Nima bu, sandiqmi? Yo'q. Qanaqa sandiqlar bu? Qani bu toshil? Yo'q, bu qanaqa qurollar? Qayerdan kelib qoldi bunaqa qurollar? Bu axir spetsnazlar quroli. Bu birovga jetpack chiqib qolibdi. Jetpack qayerdan olgan ekan? Sandiqdan bo'lsa kerak, mayli. Kiyimlarni okey. Yana menga chiqib qoldi. Xo'sh, va qalqonigacha bor, zirhlangan qalqon, okey. Va o'qlari
Shunaqa zo'r qurol topdik. Yo-mayo. Xo'sh, bu yerdagi o'qlarni olib qo'ysak, xo'sh, bularga qo'shib qo'yamiz. Xo'sh, bularga va bu. Okey. Xo'sh, ana endi ovqat yeb olamiz-da, hozir ovqat yeb zombilarni o'ldirgan do'stlar. Bittasi ham qolmaymiz. Bittasi ham qolmaydi. Hammasini qiramiz. Xo'sh, qayerda ekan ular? Nimaga shunaqada qaranglar, kerakli payt, ya'ni shunaqa qochib ketishadi, shunaqa zombilar. Okey. Mayli, nima bu omadi nechi bo'ladi buni? Shu betdagilar ham hammasini yengamiz. Hammasini bitta qoldirmasdan o'ldiramiz. Okey, bularni ham, bularni ham. Okey va okey. Bitta ham qolmagan. Bu qanaqa qurol? Bu Thompson. Nimaga kerakli payt tushmaydi? Shunaqa bular quroli keraksiz payt shunaqa yaxshi qurol topgandan keyin foyda qiladi. Xo'sh. O'q qolmagan. Okey. Qarang, Akromga qarang. Hozir bo'ldi. Okey, ichkarini ham bir ko'rish kerak. Ichkarida ham zombilar bo'lmasa yoki bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz-da. Xo'sh, sekin, xo'sh, bitta yo'q. Xo'sh, bitta yo'q. Okey, o'q, hozir. O'q, xo'sh, qaysi yo'q edi mana? Xo'sh, hozir bittalab qo'yam. Yarimtasini hozir berib yuboramiz, bo'ldi. Xo'sh, bunisini bo'lsa hozir bunga qo'yamiz, bo'ldi. Okey, qani bitta ko'raylikchi. Xo'sh, bitta hech narsa yo'q. Bitta, okey. Bu yerda ichida hech narsa yo'q, okey. Ana endi tashqariga chiqib, tashqaridagi zombilarni o'ldirishimiz kerak. Xo'sh, qayerda deyishik? Mana okey. Okey, ketdik. Bularni barchasini yo'q qilamiz. Bitta qoldirmasdan yo'q qilamiz. Xo'sh, nimaga shunaqa payt bu yo'q bo'ladi-da, qo'rqib. Shunaqa kuchsiz payting butun podasi bilan kelib seni o'ldirishga harakat qiladi-da, kuchli payting bitta ham top bo'lmaydi bularni. Mazza qilib o'ldiraman deb turgan payting bitta ham paydo bo'lmaydi, qaranglar buni. Mayli. Xo'sh, bitta qaraylikchi. Bitta ham xo'sh, bitta sekin va bu yerda ham hech kim yo'q. Okey. Xo'sh, ikkinchi qavat, qani ikkinchi qavatga chiqib bo'lmas ekan. Yopib tashlangan, okey. Hoppala. Xo'sh, bu atrofda bu uyni ko'raylikchi. Bu uyda bormikan? Xo'sh, bitta asosiy tepasiga chiqsak. Qani sekin va okey. Xo'sh, bitta hech narsa yo'q ekan. Akromga ham bir qarab ko'rdim, mayli. Temirlarni olaylikchi. Okey. Tushibdimi? Yo'q, tushmabdi. Demak, bu narsa sindirib bizga bermas ekan. Bu faqat sindirishga ekan. Mana qayoqqa qo'y? Hop, bitta sindiraylikchi. Ochib turing. Xo'sh, sindiray. Qanaqa bo'lib endi? Hozir okey bo'ldi. Xo'sh, hech kim yo'qmi? Qani? Yo'q, hech kim yo'q. Hech narsa yo'q. Nimaga shunaqa bor? Kerakli payt, ya'ni kuchsiz payting juda ko'p bo'ladi-da, kuchli payting bor-ku. Вообще umuman bo'lmaydi bular. Mayli. Xo'sh, bitta ko'raylikchi, yana paydo bo'ptimi? Yo'q. Bitta ham bo'yab bir tudasini o'ldirib ketdi. Bir tudasini. Xo'sh, mayda sindiraylikchi, sinarmikan. Xo'sh, balki tagidan sindirish kerakdir. Yo'q. Sinma. Bo'pti. Xo'sh, sinarmikan? Yo'q, sinma. Yo'q, sinmadi. Xo'sh, qani o'z otaylikchi? Yo'q, otsak ham sinmas ekan. Bo'pti. Qani
boya binoni ichida ham zombilar bor edi. Qani? O'sha bittagilar sinarmikan? Qani? Yo'q. Binoni ichida ham zombilar bor edi. Yo'q. Binoni ichida ham zombilar yo'q. Yaxshi. Bo'pti. Ham bo'pti bolalar. Hammaga xayr. Sizlar bilan Red Lord bo'ldi. Like bilan obuna aytsan chiqmasin. Do'stlar, sizlarga xayr.